Yo'lvostek bo'l, Yaqub, yo'lvostek bo'l. Deydi kim deydi mash gapni? Davlatimizning mashhur yozuvchisi Lushin apandi shundaq deydi. Yo'lvos azaldan yolg'iz yashaydi. Faqat qo'ylarlar birga to'plashib yashaydi. Endi ba'zilar yolg'izlikdan baq qo'rqidi, shunami? Azoblandi, voy mening do'stim yo'q, meni tushunadigan odam yo'q, o'zim yolg'iz qoldim deb. Amaliyat bu yolg'izlikning qilchi qo'rqidagi yo'q. Azaldan eng kuchliklar, eng donishmandlar yo'lvostek bo'laoladiganlarning hammasi yolg'iz yashab kelgan. Boshqalar bir to'p bo'lib o'ynab yursa, siz mana shundaqdan qo'ylar degan mana shundaq to'plashib tang o'tirishdi. Mendek yo'lvoslar yolg'iz harakat qiladi. Shunga yo'lvostek bo'l, Yaqub, yo'lvostek bo'l. Deydi kim deydi mash gapni? Hayotda kuchlanmoqchi, davomli taraqqiy qilmoqchi bo'lgansiz, chuqum o'zingizning bir hayot bo'lgida yolg'iz qilishingiz kerak. Tanho qilishingiz kerak. Mana shundaq yolg'izlik, tanholik sizni taraqqiy qildirdi. Texim kuchlantirdi. Bahraman, rohat turmush sizni hargiz olg'a bostirolmaydi. Aksicha texim lahvolish bitsiz. Endi shu sizni taraqqiy qildirdigan, sizni texim kuchli qiladigan, texim boy qiladigan shundaq narsalar shu azoblik bo'ladi, jabal bo'ladi, zirkishlik bo'ladi. Amal yo'q. Şu aşını yengilsek, anondan boshqalar erishmagan narsalarga erisha olamiz. Masalan, cheniqib muskul chiqarish, kitob o'qib bilimlik bo'lish, biror chet el tilini o'rganish, biror kasb o'rganish, biror soz o'rganish, davomli yuqorilab yaxshi o'qib doktorlikka erishish, hammasi nihoyatda jabonlik, azoblik, izchillikni, irodani qildigan mushundaq bir ishlar. Biroq oxirgi natijasini, oxirgi mevasini tetigandiza arziydi jumu deb o'ylaysiz. Shu chaqda el qisni yolg'iz tashlab ketganlar yuzini dapta qilib o'zligida sizni izlab keladi. Vaqt hargiz yolg'iz qolmaysiz. Yolg'iz qolay deb, yolg'iz qololmay qolsa shu vaqtda yolg'iz qolsam bo'pti-kam deb ajab bir yel o'zdab, yel o ish bu ishlarni olib borib, o'zimga vaqtim chiqmayotidi deydigan bo'lib qolsa, shu yolg'izlikni seg'inib qolasiz. Rasmi qandaq? Mazmunni yoqtirgan do'stlar, men guvanjoq bo'lib birdan yaxshi yurak urib qo'yinglar. Rahmat.